Bilamizki, milliy sertifikat imtihonida 36-45 savollar ko'proq ball beradi. Keling, shunday misollardan birini o'rganamiz. Demak, bizga quyidagi funksiya berilyaptidagini j2 ni hisoblab beraylik debdi. Demak, j2 degani x ni 2 qo'yib hisoblashimiz kerak ekan. Demak, birinchi o'rinda x ni 2 qo'yib hisoblayman. 2 ta j2 plus 3 ta j x ni 2 qo'yadigan bo'lsak, 1 hosil qoladi ekan. Shuning javobi 2 ekan. j2 ni topish uchun bizga j1 ham kerak ekan. Shu sababli x niga 1 qo'yib hisoblayman. Demak, 1 qo'ysak, 2 ta j1 plus 3 ta x niga 1 qo'yadigan bo'lsak, j2 barobar 1 bo'ladi. Demak, biz mana shu ikkita tenglamalar sistemasidan j2 ni topishimiz kerak. Buning uchun j1 ni yo'qotish kerak. Demak, bu 3, bu 2. Mana bunisini 2 ga ko'paytiramiz, bunisini 3 ga ko'paytiraveraman. Yozib olamiz. 2 ga ko'paytirib yozaman. 4 ta j2 plus 6 ta j1 barobar ekan 4 ga 3 ga ko'paytirib yozamiz. 6 ta j1 plus 9 ta j2 barobar ekan 3 ga. Ikkalasini ayiraveramiz. Ayirgan paytimiz 6 ta j1lar qisqarib ketadi. 4 tadan 9 dan ayirsak minus 5 ta j2 barobar 4 dan 3 ta ayiradigan bo'lsak 1 ekan. Demak, j2 ni hisoblab qo'ysa ham minus 1 taqsim 5 ga teng bo'lar ekan.